Taksida 3000 so'm demaymiz. 2000 so'm ham demaymiz. 1000 so'm ham demaymiz. Andijonliklar uchun taksi tekin. Xullas akalar, Andijonda Family Taxi o'z ish faoliyatini boshladi. To'g'ri eshitdinglar. Family Taxi ochilgani munosabat bilan 9-10 may kuni qisqa raqam 1062 yoki ilovasini yuklab olasizlar. Family Taxi'da 9-12 kun bepul. Shuni ishlataverasizlar. Bunaqasi faqat Family Taxi'da bo'ladi. Aziz andijonlik. Biroq taksilarga mabodo chiqsa pul bermaysizlarmi? Endi mana qoldinglar, oyoqni ham tiqib, mana qol. O'tiring aka, undan keyin olib borib qo'yamiz. Ya, mashinam bor. Bir oy tekin qilinglarmi? Shoferlarga o'zi bir oy tekin. Serios. Ha, hamma taksida ulanish bepul, to'g'rimi? Bu Family Taxi'da shoferlarga bir oy ishlatish tekin. Kuniga 500 ming topsam ham Xohlaganingizni toping. 1 so'm bering. Tekin. Siroj! Shoferlar boshladi. Xullas akalar, Family Taxi'ga unib olinglar. Bunaqasi faqat Family Taxi'da bo'ladi. Family Taxi, oilaviy taksi. Taksi, taksi.